Alloh taolo aytadiki: "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Ayting meni bandalarimga deydi. Qanday bandalar? U bandalar gunoh qilishda o'zlarini jonlariga zulm qilgan. Ya'ni juda ko'p gunoh qilib yuborganlarga ayting, Allohning rahmatidan noumid bo'lmang. Allohning rahmati keng. Innalloha yaghfiru zunuba jami'a. Albatta Alloh butun gunohlarni kechirib yuboradi agar xohlasa. Innahu huval g'afurur rahim. Albatta u g'afur, ya'ni kechirimli va rahimli zotdir, rahim zotdir. Ya'ni agar inson Allohga tavba qiladigan bo'lsa, Alloh uni gunohlarini kechiradi. Garchi u shu darajada ko'p o'ziga zulm qilib yuborgan bo'lsa, ya'ni bu yerda o'ziga zulm qilish degani ko'p gunoh qilib yuborish. Shu darajada ko'p gunoh qilib yuborgan bo'lsa ham, lekin Alloh taoloning oldiga bir kuni bu narsani tushunib yetib, gunoh qilganligini, xato qilganligini, adashganligini tushunib yetib va tavba qiladigan bo'lsa, Alloh kechiradi.